Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu, qadrli do'stlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kengashlarim birisida aytadi, namoz ul jannat oshkishi. Ham boshqa bir hadisida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadi, bo'lak bo'larak Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga butun yer yuzi namozga yaroqli kelish bo'lak etildi. Ya'ni namozni yerning turli tabaqalarda, turli yerlarda o'qirga ruxsat etilgan. Ammo lekin bor ayrim o'rinlar, shu o'rinlarda namoz o'qirga tiyishsiz bo'lar deb keladi hadisda. Birinchisi, ol dayinda shuplik yerinde. Shuplik shakillik yerinde. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o yerda namoz o'qirga qo'shmagan. Ikkinchisi, ol ziratda. Zirat tirasida kishi ko'milgan, kishi jirlangan jirlikda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shulay yo'q namoz o'qirga tiygan. Ham shulay yo'q hayvon shalgan jirda da Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam namoz o'qidan shu jirlikda tiyib qolgan o'zining sahabalarin, o'quvchilarin ham har birimizni. Ham shulay Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam munshoni da esga ola. Munshada namozni o'qimasqa deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qo'shadi. Ham dağın bir o'rin ol dayinda Ka'batulloh istinda da Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam namoz o'qidan tiygan. Ham shulay Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yo'l ustida da namoz o'qirga qo'shmagan, chunki yo'l ustida namoz o'qiganda jirga qomoshovliymiz deb keladi. Ham shulay bizning e'tiborimizni jalb etib namozlarimizni bo'ldirishga mumkin. Shunga ko'ra yo'l ustida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shulay yo'q namoz o'qirga qo'shmagan. Shu yerlarda ko'pmagina namoz o'qirga tilasagizda o'zingizni to'xtatasiz. Ham shista aru Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ruxsat etgan yerlarda, o'rinlarda, shista sof o'rinlarda namozlar bilan Alloh taolaga yaqinlashga intilik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. G'ibodatlarimiz, namozlarimiz Alloh bilsa qabul bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.